Alloh taolo inson zotini aziz va mukarram qilib, borliqdagi barcha narsalarda insonga xizmat qiladigan va uning manfaati uchun harakat qiladigan qilib qo'ydi. Insonni mana shunday aziz, mukarram qilganligini Alloh taolo Qur'oni Karimda ham ochiq oydin bayon qildi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va laqad karramna bani adama. Batahqiq biz bani odamni aziz va mukarram qildik deydi Alloh taolo. Va hamalnahum fil barri val bahr. Bani odamni quruqligu dengizda ulovlarla ko'tardik deydi Alloh taolo. Va razaqnahum minat tayyibat. Va ularga pokiza narsalardan rizq qilib berdik. Va faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. O'zimiz yaratgan barcha narsalardan mutlaqo afzal qilib qo'ydik deydi Alloh taolo. Haqiqatan yer va osmon orasidagi yaratilgan mahluqot va mavjudotlar haqida ozgina tafakkur qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo insonni qanchalik aziz va mukarram qilganligini anglab yetasiz. Yer va osmondagi barcha narsani Alloh taolo insonni xizmati uchun, insonni manfaati uchun yaratib qo'ydi. Yer va osmondagi hamma narsa. Mana shundan ham demak, odam farzandi qanchalik Alloh taolo aziz qilganligini, mukarram qilganligini tushunib yetishimiz mumkin ekan.